Turmush o'rtog'imni qarindoshlari meni yaxshi ko'rishini xohlayman. Meni tan olishlarini xohlayman. Lekin biz turmush o'rtog'im bilan birga yashar ekanmiz. Menimcha buni iloji yo'qdek tuyulyapti deydigan insonlar ko'p va siz nima qilishingiz kerak? Albatta, inson turmush o'rtog'ini qarindoshlari uni yaxshi ko'rishi uchun turmush o'rtog'i bilan birga bo'lib bunga ko'zi yetmayotgan bo'lsa, albatta ajrashishi shart emas. Ajrashganingizda siz o'zingizni qanday yo'llarni tutib yashagan bo'lardingiz, qanday tutgan bo'lardingiz, qanday holatda yashagan bo'lardingiz va mana shu holatni hozirdan boshlashingiz kerak. Hozirdan boshlaganingizda xuddi siz avval xohlagan, istagan ulardan mehr, sevgini ajrashgandan keyin o'zingizga insonlar orqali, erkinlik orqali oladigan hislaringizni birlashtirib, hozir va shu yerda erishishingiz mumkin.